6 yil deganda Toshkentda bir xonali kvartira oldik. Kreditga 27 kvadrat. Hali yangi uyga ko'chmay turib, ayolim suyunchi olgani hammaga, qarindoshlarga, mahalladagilarga, kursdoshlarga, hattoki bog'chadagi tarbiyachisigacha telefon qilgan. Ertasi kuni viloyatdan dadam, ayam, ikkita ukam, xotini bilan ukamning qaynasinglisi va mahalla raisi mehmonga yetib keldi. Indin ayolimning uydagilar keldi. Bu qaynatam, qaynanam, qaynukam, oilasi bilan ikkita xolasi, 3 ta amakisi. Bir xonali uy 23 ta odamga torligini sezib qoldim. Ayniqsa hojatxonada soatlab navbat kutilganda. Mehmonlar tarqalishga ulgurmasdan ayolimning jiyanlari keldi. Institutga tayyorlangani, keyin bojamam Toshkentda taksistlik qilib oyoqqa turib oldi. Biza bilan yashashni boshladi qudalari bilan. Qudalari ko'chada meva sotishardi. Shu payt tog'am qizini uzatish kerak edi. Keyin kuyov taraf "Qo'qon bizga uzoklik qilyapti. Toshkentda qarindoshingiz yo'qmi? Shu uydan chiqqani" deb qoldi. Uydagilar bilan maslahatlashdik-da, bizni uydan chiqarishga qaror qildik. Keyin uyimizdagi mehmonlar, "Ya, 2 oydan keyin to'y ekan-ku, ketib nima qilamiz?" deb yana qolishdi biznikida. To'y kuni qiynaldik albatta. Bir xonali uyga 48 kishini sig'dirish o'zi bo'lmadi. Uni ustiga uy ham remontsiz edi. Oradan 7 oy o'tib, mehmonlardan orta olmay, uy kreditini yopa olmadik. Uyimizni bizdan olib qo'yishdi. Yana pul yig'ishni boshladik uyga. Qarindoshlar eshitib, keyingi safar 2 xonali uy olinglar. Bu sal torroq ekan deb tavsiya berishyapti.